Xitoy hukumatining yaqindan buyon yana bir qitim tashviqot teatri o'ynab, G'arbiy Osiyo va Shimoliy Afrikadagi bir qism musulmon davlatlarining vakillar o'mikini Sharq Turkistonga boshlab kelib, o'zlarining Uyg'urlarga yurgizayotgan diniy bostirishlari va irqiy qirg'inchiligini pardozlab ko'rsatishga urinayotganligi ma'lum bo'lmoqda. Markaziy Amerikadagi Uyg'ur tadqiqot markazining mudiri Abdulhakim Idris apandi bu vaqtda jiddiy inkos qaytirib, Xitoyning islom dunyosini o'z yeniga tortish, ularning bayonotlarini suiiste'mol qilish orqali xalqarodagi obrazni yaxshilamoqchi bo'layotganligi, shundaqla muajiratdagi Uyg'urlarning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi haqidagi da'vo dasturlarini inkor qilmoqchi bo'layotganligi bildirildi. Xitoyning hukumat taratqullaridan biri bo'lgan Tangirtog to'rining xabarida aytilishicha, 11-oyning 1-kuni Uyg'ur avtonom rayonlik partkomining sekretari Ma Xingrui va Uyg'ur avtonom rayonining raisi Erkin Toniyaz Urumchida mazkur o'makni kutib olgan. Xabarga qaraganda, mazkur o'makning a'zolari Suriya, Falastin, Saudiya Arabiston qatorliq 10 necha islom davlatidan tashkillangan ekan. Yuqorqi davlatlarning Birlashgan Davlatlar Tashkilotida Xitoyning tarafdori bo'lib kelayotganligi, shundaqla kishilik huquq kengashida Xitoyni qo'llab ovoz berayotganligi hammaga ma'lumdir. Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining muavin raisi va diniy ishlar komitetining raisi Turg'unjon Alovuddin apandi ziyoratimizni qabul qilib, Xitoyning g'arzi islom davlatlaridagi diniy zotlarning ziyorati orqali islom dunyosini aldash ekanligini, ammo Xitoy hukumatining hech qanday o'z maqsadiga yetolmaydiganligini ta'kidladi. Xitoyning bir balvoq bir yo'l to'ri doirasida ul aslahaga mablag' silish bahonasida tarqatgan qarz summasi 1 trillion dollardan eshib, dunyodagi eng chong qarz yig'uvchiga aylangan. Bu vaqtda e'lon qilingan dokladga qaraganda, taxminan 80% qarz pul qiyinchiligi bor davlatlarga berilgan. Ma'lum bo'lganidek, Urugvaydan Sri Lankaga so'zilgan 150 dan ortiq davlat 10 yil ilgari Xi Jinping e'lon qilgan yer shari ul aslaha qurilishi bir balvoq bir yo'l turiga imzo qo'ygan. Data nomli tadqiqot organi taraqqiy qilayotgan davlatlardagi qarzdorlarning o'simini hisobga olmaganda, Xitoyga to'lamagan asosli qarzning kam deganda 1 trillion 100 milliard dollar ekanligi o'tirg'i qo'yildi. Xitoyning chet elga tarqatgan yolg'on tashviqot harakati Janubiy Tinch okean va Sharqiy Janubiy Osiyoda kun sari kengaymoqda. Amerika ovozining 4-noyabr xabar qilishicha, Amerika amaldorlari yaqinda Janubiy Tinch okeandagi orol davlatlari bilan axborot hamkorligini kengaytirganligini bildirgan. Oldingi oyning oxirida Janubiy Tinch okeanga joylashgan Fiji Birlashgan Davlatlar Tashkilotida Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa musulmonlarga ziyonkashlik qilishni to'xtatishga chaqirgan birlashma bayonotga imzo qo'ygan bo'lib, voqeadan bir qancha kun o'tgandan keyin Uyg'urlarni qo'llash maydonidan yenib olgan edi. Fijining bu maydoni Xitoyning rayondagi ta'sirining kuchayayotganligining dalili deb qaralgan. Egilishicha, Amerika Moliya ministri Janet Yellen bu hafta San Fransiskoda Xitoyning iqtisod ishlari muavin bosh ministri He Liping bilan ko'rishgan. Amerika Moliya ministrligining bayonotida Yellenning 9-10 noyabr kunlari Kaliforniyaning San Fransiskoda Xitoyning bosh ministri bilan ko'rishadiganligi bildirildi. Bayonotda mundaq deyildi: 2 kunlik 2 taraflik suhbat Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi 2 taraflik iqtisodiy munosabatni muqimlashtirish va asosiy iqtisodiy masalalarda ilgarilash hosil qilish uchun diplomatik qatnash kuchaygan paytda elib beriladi. Bu uchrashish Osiyo Tinch okean iqtisodiy hamkorlik munbiri moliya ministrlari yig'inidan ilgari o'tkaziladi ekan. Turkiya Davlat Mudofaa ministri Yashar Gular Anqaraga ziyoratga kelgan Qozog'iston Davlat Mudofaa ministri Leytenant general Ruslan Jaksilyev bilan ko'rishgan bo'lib, yig'in jarayonida ikki davlat o'rtasida 2024-yillik harbiy hamkorlikni yo'lga qo'yish plani imzolangan. Isroilning G'azzadagi bombardimoni davomlashmoqda. 10-oyning 7-kuni qamal qilingan G'azza rayonidan ilib berilgan hujumda hayotidan ayrilgan isroilliklarning oila tavobatlari xotirlash murosimi o'tkazib, Isroil bosh ministri
Benyamin Netanyahu va uning hukumatini istifa berishga chaqirdi. Yana bir tarafdan Amerika prezidenti Joe Biden dushanba kuni telefonda Isroil bosh ministri Benyamin Netanyahudan G'azzadagi urushni to'xtatishni talab qilganligini aytdi.